Anton Pavlovich Chexov hayoti va ijodi. Rus yozuvchisi Anton Chexov 19-asr oxiri va 20-asr boshlarida usta hikoyanavis va yetakchi dramaturg deb tan olingan, tabiblik ham qilgan. Anton Chexov 1860-yil 29-yanvarda Taganrog shahrida tug'ilgan. Cho'l va it bilan ittifoq singari hikoyalar orqali Shahzoda va Vanya tog'a singari asarlar muallifi, inson tabiatining chuqurligini ta'kidlab, kundalik hodisalarning yashirin ma'nosi hamda komediya va fojia o'rtasidagi nozik chiziqni ko'rsatib bera olgan. Chexov 1904-yil 15-iyulda Germaniyaning Baden-Veys shahrida sil kasalligidan vafot etdi. Uning otasi Pavel tez-tez pul muammosiga ega baqqol edi. Onasi Yevgeniya Chexov va uning 5 ta aka-ukasiga hikoya qilishni yoqtirishini aytib berdi. Pavelning ishi 1875-yilda muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Chexov o'qishini tugatguncha Taganrog'da qolgan paytda Pavel boshqa ish qidirish uchun oilasini Moskvaga olib keldi. Chexov oilasi bilan 1879-yilda Moskvada birga bo'lib, tibbiyot fakultetiga o'qishga kirdi. Otasi hali ham moliyaviy jihatdan kurash olib borar ekan, Chexov oilasiga o'zining mustaqil yozuvchiligi bilan yordam berib, mahalliy jurnallar uchun qalam deb nomlangan yuzlab qisqa qo'shiqlarni tayyorlagan. 1880-yillarning o'rtalarida Chexov tabib sifatida ishladi va o'z nomidan jiddiy adabiy asarlarni nashr etdi. Uning pyesalari keyinchalik esa Motley Stories kabi kolleksiyalarning bir qismi ham New York Times gazetalarida paydo bo'la boshladi. Uning Cho'l nomli hikoyasi 1888-yilda Pushkin nomidagi mukofotga sazovor bo'ldi. Chexovning dastlabki ishlarining aksariyati kabi 19-asrning asosiy rusiy realistlari Lev Tolstoy va Fyodor Dostoyevskiylarning ta'sirini ko'rsatdi. Chexov bu davrda teatrga ham asarlar yozgan. Uning eng birinchi pyesalari qisqa maynavozchiliklar edi. Biroq tez orada komediya va fojialarning yagona aralashmasi bo'lgan imzo uslubini ishlab chiqardi. Ivanov va The Wood Demon kabi pyesalarda oliy zotli o'qimishli kishilar haqida hikoyalar qilingan. Ularda qarz, kasallik va hayotda uchraydigan xafagarchilik bilan kurash g'oyasi ilgari surilgan edi. Chexov 1890-yillarning eng buyuk asarlarini yozgan. Ushbu davrning qisqa hikoyalarida jumladan Xodimlar soni 6 va Ayol bilan it deb nomlangan u inson tabiati va odatdagi voqealarning chuqurroq mazmunga ega bo'lish yo'llarini chuqur anglashini ochib berdi. U o'zining bu yillardagi pyesalarida birinchi navbatda kayfiyat va qahramonlarga diqqatni tortdi. Bu ularning syujetlaridan ko'ra muhimroq bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi. Uning yolg'iz tez-tez umidsiz xarakteriga taalluqli emas, lekin ularning ichki mojarolari katta ahamiyatga ega. Ularning hikoyalari juda nozik bo'lib, inqilobdan oldingi rus jamiyatining rasmini tasvirlamoqda.